کلپ پرورش اندام استاد سهراب فارغزاده با تجهیزات کامل، اصلی و معیاری در خدمت جوانان با استعداد ولایت فاریاب میباشد. Aziz ko'ruvchilar, hozir esa men bir ustod buzurgavor ustod Sohrab Foroghzodani yonigaman va ustod aziz, sizdan bir jahon minnatdormiz. Avval bu fazoni yaratgansiz va doim ko'proq o'zingizni va klubni aziz ko'ruvchilarga tanishtirsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Albatta men otim Sohrab Foroghzodadir. Aksariyat mardumi viloyat Faryab, Zundu Shimol, markaz hamma biladiki Sohrab Foroghzoda kimdir va nima nomga taniydilar. Va biroz sizdan tashakkur qilamizki, biroz bizlarning klubimizga kelgansiz, barnomani yaratibsiz, varishkorlarni ta'mirlaridan, varishkorlarni xostalaridan kelib guzarish tayyor qilasiz va hamchunon bu klubni ko'rasiz. Taqriban 15-16 yil sobiqasi bor. Mana shu oxirlarga tozalikda bizlar bir 15 ming dollarlik osoyil tozatilayotganmiz. Osoyloy xeyli mudrinda, osoyloy 0 kilometr osoyloy ro'zniki baroy avvalin bor Faryab satiga bu osoylarni bizlar tilatganmiz, varishkorlarni ixtiyoriga qo'yganmiz. To'qilolsalar varishkorlar bu osoylardan istifoda qilsa, badallarini xubtar betar rüşt bersalar, omada qilsalar, musobaqot intihobiy viloyat, musobaqot zun va musobaqat milliy Osiyoga inshaalloh ular yo'l topsa. Chunki bu osoyloyki o'sha qaramonoy irfaviy tamrin qiladi. Sati olimpiyaga o'sha osoyloyki bundan kada zo'r osoyil shot ayta olamizki Osiyoga bo'lmasa. Ustoz aziz, shuni ko'rib to'xtabizki, o'zingiz aytganda yaxshi osoylar kelgan va buncha pul xazina qilgansiz. Qancha shogirdlar bor, qancha to'yimga ta'minotlar pesh ketadi? Bizlarda toymoyki barpelan idomasi bor. Ro'zoy shanba to payshanbagacha toy musuv ertadan soat 5 dan to 8 gacha, 5 dan keyin soat 2 baja shuru bo'ladi, 12 kechagacha ta'mirlarning idomasi bor. Baroy pelanga soat o'zidan 550 shogird masruf tamrin deb pelan tamrin qiladilar, masruf bilan shu bilan tamringa har to'yimga albatta shu to'yimni ko'rasiz. Shu bilan ham taqriban 5 taraz 152 shogird tamrin qilyapti va to'ymoy qabla shom, qabla digar, badas chosh, to'yim so'var to'yimga shogirdlar keladi. Shu shogirdlarga har to'yimga vaqt o'zlariga muayyan qilingan shu to'yimga kelib varishlarini kelib idom berib ketadilar. Ustoz aziz, bizlar ko'rdik va musohiba oldikki, mas'ullar boshqa viloyatlardan kelgan tashkilot uchun va Pantun Faryobga tashkilotini idom beradi. Uning yoniga ham sizni va bu klubga kelib tamrin qiladilar to badallari yaxshi hifz bo'lsa va purinarjiroq bo'lsa. O'zingiz qancha xush bo'lsizki, boshqa viloyatlardan ham varishkor bor va shogird bor o'z xulosaga bu klubga tamrin qiladilar. Bu yerga bizlar ayta olamizki, taqriban 30-40% bizlarni shogirdlarimiz mas'ulin tashkil beradi. Mas'ullarki ham o'z viloyatimizdan bor, bir xusus xorij az viloyat ko'p shogirdlar bordi. Bizlar ularga 50% taxfif dar nazar olganmiz. Va xotirki mas'ulda mushkulot iqtisodiy bor, mushkulot zindagi ro'zg'ori bor. Shuning uchun bizlar qila olamizki, shu klub tomonidan ularga 50% taxfif bersak, ular kelsalar bu yerga xeyli rohatlik bilan tamrin qilsalar, bir fisini ochiz bilan tamrinlarini anjom bersalar va andomlarini rüşt bersa, omada qilsa, hatto bizlar soliq qabligan bir shogird mas'ul shogirdlarimiz shu musobaqotda muntaxabiy Faryobga ishtirok qilgan, qaramon bo'lgan, mana shu yil ham bir tanasi shogirdoy musofir mas'ul musobaqa berdi, qaramonlik oldi. Mana shu o'zi bois shudiki, atman bizlar tomonidan o'shalarga bir hamkorlik bo'libdi, zaminalar yaratilibdiki, to bular qila olsa ham varishlarini idoma bersa va ham qaramonlik o'zlariga kasb qilsa, toki boshqa mas'ullar tashviq bo'lsalar, mana bu raqam bir imkoniyatlar bizlar mas'uliniki hisob xorij az viloyat va ularga inshaalloh bizlar yaratganmiz. Doimiy hadafimiz shu ekan, xizmat qilsak javonlarga. Bizlar ayta olamizki, 15 yil bo'ladi, 15 yilga pur iftixortarin klub sati Faryobga o'sha sat zunga umidliga shu varishkoy Foroghzoda bo'lsa, buni hamma biladiki, 15 yil bo'ladi. Chandin bor qaramoli yoqa yozolotli Faryobga e'lon bo'lganki, hech kim tobaholgacha hech bir klubdor
qila olgani yoki bu oqoyozolotli qaramonlikni xususan bizlarni timimizni qo'limizdan olsa, har bor yo men o'zim aka shogirdlarim aka shu qaramonlikni to hanuzgacha asrab kelibdilar. Inshaalloh umidvorbizki bundan baqa hamchunon qila olsalarki shu qaramonliklarda asrasalar musobaqoti milliy uzun va musobaqai Osiyoga hamchunon bular yo'l topsa inshaalloh ondalarga umidlarimiz borki bular ko'p bola peshrafт qilib rushd qilsalar inshaalloh bois iftixori viloyati, bois iftixori kishvari bo'lsa. Bizlarni klubimizga 500 varishkor bo'lsa, 300 fis bersa, 200 digasi rafiqlarimiz, do'stlarimiz, o'zingizday o'sha jamiyaga xizmat qilayotganlarki har narsa 200 bizdan bo'lsa hamkorlik qilamiz. Bavar qilingki, bizlarga bir ta'dod shogirdlar keladiki, muassilindek mushkuli bor. Men qila olamanki, o'shalarga xususan hatto libos varishini ham o'z tarafimdan bir to'pa bersamki, tok o'shani tashib varzish qilsam. Inshaalloh sizga ham tavsiyamiz shuki, dar Qubolov futbolist kelsangiz bu varzishga idoma bersangiz, o'zingiz yaxshi bilasiz-ku, har bir varzishkor bir joyga eshitibdi, Cristiano Ronaldo, Messi va hamchunon boshqa rishtalarga buksanlar hammasi boisi peshrafт rushdi varzishi mana shu rushdek parvarishlandom ekan. Men ayta olamanki, bu varzish hamma varzishga bir ulgudir. Har bir varzishkorda niyozmandligi va qudrati badani, fiziki badanisi qaviy bo'lsa, kelib bu varzishdan istifoda qilsa. Bismillahirrahmanirrahim. Men ham sizga tamom binandalaringizga to'fai masnunai Hazrat Sarvar koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallamni baynvoni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh sizga tamom binandalarga taqdim qilaman. Men bir tanaz varishkoroy klabi varzishi So'rob Foruqzoda Hoji Ahmad Jovid bo'laman. Qancha vaqt bo'ladi klubga tamrin qilasiz? Meni tamrinimda sobiqasi xeyla to'loni, taqriban 27 yil, 28 yil bo'ladi. Varzishlar muxtalifda varzish qilinman. Xususan shu klub Foruqzodaga kelganim taqriban 4 yildan ko'proq, yaqindan 5 yilga boryapti. Boya bu klubda tajribadan, imkoniyatidan, qahramonidan rohatsiz. Daqiqan, bu ko'rilib to'xtagan bir narsa. Sizniki ayonat ojadda bayon ne? Binandalar siz ko'rib to'xtabsiz. Alhamdulillah, baraloviy imkoniyatlari ko'p yaxshi. Fazoy samimiyat do'stona ham alhamdulillah ko'p yaxshi. Hamma ustozlar keladi bizning to'yimizga, ta'minlari bor, doktor Sayblar bor, kelib ta'min qiladi bizlar bilan birga. Mostaroya Jeboy Andon Fitness Foryob birga kelib bizlar bilan birga to'yimga ta'minli bor. Alhamdulillah komilan rozi u ustoz rahnumoylaridan ham ko'p qo'yish rozi bo'lsak. Muhtaram o'z misollari ko'proq aytadilar varishda futbol bo'lsin, futbol bo'lsin, fitness bo'lsin, har nima varishda xalos ko'rgan og'ir va ustoz misolga va o'z samolyotdan toplargan va bu azizlarga nima aytasiz? Teşekkür sizden. Varzishga hech bir sin yo umr muhim masala emas. Sin aslan bir adat. Men komilan javolam bilan birga, balkim bir ta'dod javollardan ham ko'ra tamrinim yaxshi tamrin qilaman. Hech qiyinchiligim yo'q alhamdulillah. Men avval javollardan u ba'dan men o'z misollarimdan xohish qilaman ki har varzishchi bo'lsa, bu emaski bu kesa fitness qilsalar, yo'q, Zeboyidan boshqa varzishlar ko'p. Varzish qilsalar baxotir sadman qolishlari uchun, qon kasalliklaridan uzoq bo'lmoq uchun, o'zlarini sihhatiga eshitmoq uchun, o'zlariga eshitmoq uchun yaxshilab varzish qilsinlar. Katta chaman maymanaga bor, ketsinlar chamanga davush varzish qilsinlar. Klublarga kelsin, shomil bo'lsin. Klapoy rasmiy biz katta klublar bor. Mana bunday Foruqzodani klubiday Klapoya Zeboyi Andon Fitness bor. Kelsinlar, tamrin qilsinlar, baxotirlik sadman qolsinlar. Alhamdulillah hech bir kasallikdan shikoyatim yo'q.
Salom sizga va aziz ko'ruvchilaringizga. Men Suhbatlo Rahimiman. So'roqzoda, Foruqzoda klubini varishkorlaridan. Do'stlar, o'zingiz kelib bu klubga vardish qilasiz va qancha rohatsiz fazodan va imkoniyatdan va hamkilari va o'zidagi azizlar kelib o'rganib vardish qiladilar. Qancha rohatsiz fazoga. Salomat bo'ling. Bu varishkoy So'roq Foruqzoda shoyat bir dahadan ham ko'proq bo'lsa faoliyat qiladi. Maymanaga o'sha barchasatarin varishkorlardan xeyli imkoniyati ham vasiy. Biz ham o'sha davoiki avvali faoliyatlariga boshlab edi, o'sha vaqtdan kelamiz va tajhizot lozdan bir tanas modern tarin klublar bo'lsa Maymanaga bu imkoniyat xeyli ko'p. Yaxshi javonlar tabaqoy muxtalifdan ustod, kormand, keyin idoraga ishlayotgan odamlar kelib berga vardish qilib, kinoriga berga ustodga mana shu yerga murabbiydilar og'ay Foruqzoda baxshi vardish bachalardan to baxshi axloq bachalargacha tavajjuh qiladilar. To buki bachalar ham vardish qilsin, ham axloqiyatni murad qilsin, ham xel samimona bir-biri bilan raftor qilsin va bir baraloq bir vardishgo bir fazoy munosib bachalar kelib vardish qilib, dar kinoru xeyli bir joy samimiy, bir joy axloqiy bachalar ehtirom, mehribonlik, samimiyat, do'stlikni ham bir-biri bilan o'rganadi. Shoyat ayta olamanki, amiqtarin robitoy do'sti, yaxshi rafoqatlar sherdan shakl olgan bo'lsa, bachalarning yaxshi rafiqlari, ham klublari bo'lsa, nisbat ba ham ko'chalari yo nisbat ba aqoriblari hatto bir fazoy xeyli munosib, pok va bir fazoyki insonlar vardish qiladi, ham sihatmand bo'ladi, ham fikri orom bo'ladi, ham tandurust bo'ladi, ham zindagiligiga, koriga, vazifasiga nima yeshikka zindagilikka taqib qiladi. Masalan, doktormi yaxshi doktorlikni bajaradi, keyin ustod bo'lsa yaxshi ustodlik qila oladi, chun sihatmand bo'ladi. Har kim har baxshga bo'lsa kelib bu yerda vardish qilsa tovonmandliklari ko'payadi, bir odam tavono bo'ladi va ijtimoga mufid bo'ladi. Tajhizot ham o'sha raqam yaxshi, keyin murabbiygarligi ham xeyli yaxshi. Men fikr qilaman, bir ustodga bergan murabbiydilar, ustod So'roq, sobiqiy vardishchilari ham ko'p va faoliyat klubdorliklari ham ko'p. Keyin yaxshilik klubga bu hammangi yoki shogirdlarning ichiga bu va barnomaviy vardishiy korlar gustarda nisbat har klub vardishiy berga ko'proq, barjastaroq bachalar xeyli qiziqadi. Shoyat te'dodi shogirdam men fikr qilaman boshqa klublardan ham ko'p bo'lsa, badalilik o'sha imkoniyat, tajhizot yaxshi yaratilgan. Keyin o'sha yerga murabbiygarlik durust bo'lgan, shogirdlarning ustiga durust tavajjuh bo'lgan, barnomaviy vardishi ham haftavor barguzor bo'ladi va bachalar ko'proq tashviq bo'ladi, himoya bo'ladi. Shuning uchun bir joyi xeyli yaxshi, bir joyi pokiza, bir joyki inson qila oladi o'zini soatini durust asrasa va tamom lozdan bir klub ishnoqda shudam shahar Maymanaga desam. Javonoyki mavod muxaddirga mubtalo bo'lganlar yosh ro'zlar xeyli bachalar mutassifona ko'proq yo'liqqan shu mavridga. Shuki vardishdan uzoq qolgan. Masalan, futbol bilanmi, zeboyi andom bilanmi yo boshqa vardishlar bilanmi vardishkorlar ko'p. Agar bir time klub kelsa, mutmainman ko'proq yomon ishlardan fosila oladilar. Chun majol bo'lmaydi. Siz aksaran kelasiz, energingizni masraf qilasiz va zoyotga vaqtingiz qolmaydi. Masalan, bir fikrdiga qilsangiz yo shabaka ijtimoiga ko'proq vaqtingizni o'tkazsangiz, o'sha enerji qolmaydi. Enerji nosolim emas, tasfiya bo'ladi. Shuning uchun javoblardan qo'yishim shuki, volidayndan ham qo'yishim shuki, farzandlariga ham o'sha yoshlarga bulug'iyatga ishladi, jiddan tavajjuh qilsinlar, klublarga keltirib sabtinom qilsinlar, ustozlar bilan mamoyin bo'lib so'rab avollarini olsinlar va sihatmandlik buzurgtarin ne'mat Xudovand, kasbi sihatmand bo'lmasa keyin durust ishini ham hech elta olmaydi.
سلام احترامات دوستان عزیز، من در کنار یکی از ورزشکاران دیگر کلاس استاد سهراب فاروق‌زاده هستم. بیشتر خودشون رو معرفی خواهند کرد برای شما عزیز. دوست عزیز، ما که کامرا در خدمتت هست و خودت برای بینندگان عزیز معرفی کن. اسم ما زبیلا، ممزه تخلص میکنم، یکی از ولایت زیبای پروان. فعلا آمدیم در ولایت پروان فاریاب انجینری میخوانم. مسئله انجینری هست. بله. سمستر چندم هستی؟ سمستر سه. سمستر سه، ماشاءالله. تو از درس راضی هستی؟ بله راضی است. خب امروز که میبینیم در کلاس استاد سهراب فاروق‌زاده تمرین میکنی و راضی هستی از امکانات، از فضا، از دستگاه‌هایی که جدید اینجا استاد عزیز آوردن، از کشورهای خارج وارد کردن و خودت استفاده میکنی و همچنین مثل خودت مسئولهای دیگر از ولایت‌های دیگر هستن، راضی هستی؟ بله بسیار راضی هستیم. استاد ما امروز ما زیاد زحمت ها کشیدن ولی امروز ما زیاد همکاری میکنن. از همه خاطر ماشینای دیگر آوردن که تا چی ما رفعش و مشکلات ما از یک رفع کرده بر ما زیاد چیزا مهیا کردن تا که ما مشکلات خود را رفع کنیم. من میگم خودت هم یک دوره قهرمان شدی در این کلاب. بله 24 روز رژیمم گرفتم دیگه. بسیار بر ما سخت تمام شد به خاطر که ما در دوره محصلین بودم دیگه، نمیتونستم بازم در مشکلات دچار توانستم یک قهرمانی را به دست بیاورم. قهرمانی بین چند نفر بود؟ بین فکر کنم 5 نفر بود.